Assalomu alaykum. 6-darsimizga xush kelibsiz. Bugun biz 4-mashqni ko'rib chiqamiz. Bugungi darsimiz juda ham quvvatli texnikani o'rganish bilan boshlanadi. Chunki biz bugun limfa drenaj massajini siz bilan ko'rib chiqamiz va buni birga to'g'ri bajarishni o'rganamiz. O'zi limfa nima deb so'rasangiz, limfa bu yuzdagi ortiqcha suyuqliklarni, chiqindilarni, umuman organizmdagi ortiqcha suyuqliklar, ortiqcha kerakmas chiqindilarni olib tozalab turadigan bir yo'l hisoblanadi. Ayniqsa ertalab uyg'onganimizda oynaga qaraymiz, yuzlarimiz shinqirab shishgan, отечностьlar, ortiqcha suyuqliklar yig'ilib turadi. Bu narsani qanday yo'qotamiz deb hayron bo'linadi. Mana shu limfa drenaj orqali biz yuzimizdagi ortiqcha suyuqliklarni yo'qotamiz. Bu bizga nima beradi? Yuzni yorqin ko'rinishga olib keladi. Peshonadagi mushaklar yumshaydi va yuzingiz ancha go'zal va yosh ko'rinishni boshlaydi. Endi yuzdagi limfalar qayoqda joylashgan deb so'rasangiz, bu limfa asoslari ko'proq quloq chetida va bo'yinda bor. Biz shu texnika bilan ortiqcha suyuqliklarni quloqdan va bo'yin tomonlariga to'g'ri taqsimlab yo'naltirishni o'rganamiz va shu narsani amalda qo'llab ko'ramiz. Demak, bu mashqimizni 1-2 daqiqa bajaramiz davomiyligi. Yana oldingi darsdagidek boshlanadi. Markaz qismiga barmoqlarimizni olib kelib, ozgina bosim berib boshlaymiz. Demak, ortiqcha suyuqliklarni chakka tomonga tortiladi. Buni tezlik bilan 5-6 marta bajaramiz. 3, 4, 5. Demak, asosiy limfa joyini topib oldik. Mana shu limfa qismini ozgina aylantirib harakatlantiramiz, ozgina bosim bilan birga. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Endi nima qilamiz? Asosiy kanalni ochib oldik. Endi bu suyuqlikni bo'yin tomonga tushiriladi. Dekoltegacha bemalol tortsanglar bo'ladi. O'zingizga qulay qilib, xohlasanglar 2 ta barmoq bilan, xohlasanglar 3 ta barmoq, xohlasanglar 4 ta barmoq bilan ham limfa yo'llarini ochib, suyuqlikni dekolte tomonga yo'naltirasiz. 3, 4, 5, 6. Mana shu mashqni 5-6 marta takroriy davom etib bajarasizlar. Kuniga 2 mahal bo'lsa, yana ham maqsadga muvofiq bo'lardi. Yuzdagi ortiqcha suyuqliklar ketayotganini, yuzingiz yengil bo'lib yosharayotganini, yorqin bo'layotganini kundan kunga his qilib ko'rib borasiz. Demak, bugungi mashqimizda biz limfalarni qanday ishlashi va limfa suyuqligini haydash uchun kanallarni ochib olishni bilib oldik. Demakki, men sizlarga bu kungacha qadar o'rgatib kelgan darslarimni to'xtatmasdan bu narsani takroriy kuniga ilojini qilsangiz 2 mahaldan bajarib borsangiz natijalarni ko'proq olishni boshlaysiz. Bugun limfa drenajni ko'rib chiqdik. Keyingi darsimiz, ya'ni kursimizning so'nggi darsida biz oxirgi mashqimizni, xulosaviy mashqimizni ko'rib chiqamiz va mana shu texnikani saqlab qolish va doimiy mashq qilishimizni, doimiy davom etib bajarishimizni ham ko'rib chiqamiz. Demak, keyingi so'nggi darsda ko'rishguncha xayr.